Assalomu alaykum hurmatli birodarlarim, do'stlarim, yaqinlarim. Bir ajoyib suhbatlar bo'ladi-da. Siz shuni etmaysizmi desam, yo'q, bu narsalarni gapirib bo'lmaydi, chunki siyosatga ajrashish juda qiyin bo'ladi deb. Prezidentimiz bilmagan narsalar ko'p-da. Shuni prezidentimga bildirmoqchiman. Aybdor qidirishadi, hammalarni chiroyli joylar qilib, mehnat qilganlarga qadri yo'q. Hozir bu suv anaqasi suv xo'jaligiga tegishli joylar ekan, Tashmoriya mana. Qarang, hammasi mana Tashmoriya sud. Anaqa har holda prezidentim, siz shunday sharoitlar, tabiatni, Allohimiz yaratib qo'ygan tabiatda hammasini xo'jayini bor bizda. Hammasi suv xo'jaligiga tegishli, u unga tegishli, bu bunga tegishli joy. Bu joylarni hammasini Allohimiz yaratib qo'ygan-ku hamma uchun. Lekin bu yerda bular tirikchilik qilsa pul to'lashar ekan. Qanchaligini aytmayman-ku, har holda har bittasi pul to'laydigan odami bor, pul oladigan odam bor. Prezidentim aybdor qidirishadi, lekin aybni hech kim to'g'rilamaydi. Siz aybdor qidirmaysiz-ku. Nega shuni tarbiyani bera olmaysiz o'zingizdan? Bir xillarni defekti bo'ladi, tug'ma kasali bo'ladi. Hozir nimalar ko'p? Kasal odamlar ko'p. Mashinaga o'tirishadi, dardi bor. Mana Tashmoriyaga olib keldim. Anaqalarni, bularni bir mazza qilishdi mana. Borib har holda yaxshi dam olishdi. Prezidentim, siz menga qaror chiqarib bermayapsiz. Shu anaqalarni aybsiz aybdor qiladiganlarni anaqa jarima to'laydigan, jarimani man oladigan jarima, xalqingiz jarima oladigan qaror bitta chiqarib berishingiz shunchalik qiyinmi? 1 barobardan 10 barobarigacha belgilangan ekan. O'shani o'zini tuhmat qilgan, haligi ayb topgan, mana bu o'sha ayb topadi-da, jarima yozib qo'yaveradi. U qilganmi, qilmaganmi uni surishtirmaydi ham. Mashki sen qaraysanmi? Sen qara, men qarayman, kelib jarima solib ketibsanmi yo'q. Uni boshqa odamlar musurini tashlagan ekan-ku. To'g'risida gap bo'ldi. Mana shunaqa. Prezidentim, xotirjamligingiz ko'p bo'lsin, umringiz ziyoda bo'lsin. Xalqingizga xizmat qiling, xalqingizni o'ylang. Qaror chiqarib bering. Ali tuhmat qilganga anaqa bu ham o'zini pulini qaytib olsin. U pulni yozar ekanda, keyin sudya qaramas ekanda. Sudya anaqa yo'q-da, buni anaqasiga men kim oldiga boraman deydi, jarima yozdi, jarimani to'lashim shart deydi. U jarimani yozadigan odam qanaqa odamligini hech kim bilmaydi-ku. O'sha to'g'risida gapiraman. Bugun 9-may, hamma bayram kuni mana, hammasi dam olib, mazza qilib yurishibdi. Hech bitta ziyoni yo'q. Qancha odamlar keldi. O'zingiz tinchmi? Yaxshimi? Ketdingmi? Ha, ketamiz. Bular bir tomosha qilsinlar. Tomosha. Voy. Tomosha qilsa mana bu klient olib keldim. Shunday. Bir-birimizga etak to'shak ko'rsak, qo'limiz siltab ketmaydi. Yo'q, yaxshi-da. King aka, yoki uka, bir piyola choy ichayliksak, uni ana undan zo'r bormi? Shunday. Alloh bizani shunga yaratgan, siz bexavotir. O'chirib qo'yganman uchinchi. O'chirib qo'ying, mana olgan joyga olib borasiz. Bo'ldi, tushundim. Xo'p. Ma'shu. Mayli, yaxshilikda ko'rishaylik. Xo'p, xayr. Umringiz prezidentim umringiz ziyoda bo'lsin. Xotirjamligingiz ko'p bo'lsin. Bolalaringizni rohatini ko'ring. Bolalaringiz deganda bu xalqingizni Inobatga iltimos. Buni yaxshi yashashini ko'rib xursand bo'lish sizga nasib aylagan bo'lsin. Alloh akbar.